Va do'stlar, xalq kutgan kun va nihoyat yetib keldi do'stlar. Shuncha prerivdan keyin gilamlar do'stlar suv tekin bo'lib ketdi. Mana shu do'stlar screenshot qolinglar. Mana shu ko'rgan gilamlaring do'stlar suv tekin narxda olasizlar. Mana shu gulga e'tibor bering. Mana 1, 2, mana bu 3 xil gul. Va do'stlar qaytakdan ikkita variantini do'stlar endi necha bo'lishi mumkin? 28 mingdan olasizlar do'stlar. 28 ming. Faqat podpiska bo'linglar, like'lar bosinglar, do'stlarga tezda yuboringlar. Bunaqa imkoniyat ha deb bo'lavermaydi do'stlar. Assalomu alaykum. Xullas, zavoddan arzon bo'lib ketdi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Charchamaysizmi? Kayfiyat yaxshimi? Toshkent bozor, TikTok, Instagram, musofirdagi qaddi baland qadrdon opa singillar aka-ukalar. Avvalambor sizlardan uzr so'raymiz. 3 hafta sal perikor qildik, ayrim ishlar sabab ozgina ishlarimiz bor edi. Xudo xohlasa mana bugun 31-mart kuni o'yin o'tkazishimiz kerak edi. Ming bor uzr. 30-aprelga qoldirildi. Xudo xohlasa gilam xarid qilasizlar, telefon raqami qoldirasizlar. 30-aprel kuni aniq o'ynaladi. Xullas sizlar uchun mana yaxshi yangilik, skidkani udari, mana shu 80 talik daroshkalarimizni metri sizlar uchun metri faqat chegaralangan narxi 28 mingdan metri. Mana sizlar uchun 28 mingdan. Bu orqasi rezinka emas, mana to'qima gilam daroshkalar. Adashmanglar. 28 mingdan metri. Xullas 1 metrliklarda metri 55 ming so'mdan, 120 liklar metri 65 ming so'mdan, 1,5 liklarda metri 80 ming so'mdan, 2 metrliklarda metri 110 ming so'mdan. Do'stlar, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Faqat qaysi kundan qaysi kungacha Elbek aka? Ertaga chorshanbadan yakshanbagacha, ya'ni 1-apreldan 5-aprelgacha. Mana shu videoni do'stlar telefondan screenshot qolinglar. Modelga e'tibor beringlar, qaranglar. Bu gulli, mana bu gulli do'stlar, e'tibor bering va mana shu high-tech yo'nalishdagi, bu ham high-tech va mana gulli. Do'stlar, e'tibor bersalaring, gulli 3 xil gulli va do'stlar high-tech variantda 2 xil. Mana shu fasonni screenshot qolinglarda kelib turib, mana shu 5 kun davomida do'stlar suv tekin narxda. Shunda necha pul bo'ldi Elbek? Metri 28 mingdan. Metri 28 mingdan. Hali bunaqa narsa bo'lmagan, to'g'rimi? Xullas, bo'lmagan nasib bo'lsa, zavod ham bunaqa narx bermaydi. Sizlarga gapimizga javob. Undan tashqari qalin daroshkalarimizda narxlarga e'tibor beringlar. Javob beraman, hech qaysi do'kondan bunaqa narx topa olmaysizlar. Qalin. Elbek aka, qani qalin gilamlarga aka udar bir skidkalar qo'yib bering. Xalq bir duo qilsin sizni. Xullas, aziz obunachilar, mana javob beraman, hech qaysi do'konda mana bunaqa narx yo'q. Ola olmaysizlar. Qalin daroshkalar metri 200 mingdan sotilgan, mana 80 taliklar. Mana shu hamma 80 taliklarni metri sizlar uchun 65 ming so'mdan metri. Nima deyapti do'stlar? 65 ming so'm. 65 ming so'mdan. Xo'p, 1 metrliklar mana 1 metrliklarda metri, mana 1 metrliklarda metri sizlar uchun faqat 5 kun 85 ming so'mdan. Ya buni sifatini ko'rsataylik. Qalin daroshkalar. Xo'p, 120 lik bilan 1,5 liklarda metri aralashiga 1 metri 100 ming so'mdan. Shoshilinglar, faqat sizlar uchun. Adres Abu Sahiy bozorining ro'parasida Grand Plaza mebel magazini podvolida. Yangi qurilgan peshxodniy most. Do'stlar, qaranglar, Viberga bir e'tibor beringlar. Bu qalinligini qaranglar do'stlar. Mana. Elbek o'zi bular qancha sotilgan? Necha pul sotilgan bular o'zi? Bu yerda hamma har 300 ming, 250 ming. O'ziga qarab bu yerda aralashiga qo'yilgan. Aralashiga mana shu qator do'stlar, rasprodaja gilamlar do'stlar. Mana shu qatorlar do'stlar. Xohlagan joyga borib qiziqib ko'ring. Xohlang mana bejevey. Bejevey. Mana daroshka to'mli bitta ikkita rulon emas. Bu yerda rulonni ko'rasizlar, ko'pligini mana. Bemalol kelib xarid qilishinglar mumkin. O'zingizlarga yoqadigan qarang, gullardan. Elbek aka endi ko'pchilik high-techga qiziqadi-da. Mana shu ochib ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Mana qarang. Mana olaylik. Yo, bismillah. Mana. Qanday? Mana. To'g'ri ochdimmi? E'tibor bering. Mana. Mana masalan siz high-tech uy qurdingiz. Remont yaxshi high-tech qildingiz mana. Xohlaysiz buni high-tech yo'nalishda mana. Mana klassika. Klassikalardan ko'rsating Elbek aka bitta variantlarda. Klassika. Hozir. Klassika. Klassika variantlardan ko'rsating. Yaxshi. O'sha hozir ko'pchilik aytayapti, o'sha mana bu. Ham zamonaviy bo'lsin, ham modasi o'lmaydigan gilamlar. Mana klassika. Qalin gilam bu ham? Qalin, mana qalinligi mana. Daroshka. E'tibor bering, daroshkasini. Mana. Qalinligini ko'ringlar bemalol. 80 taliklar metri 65 ming so'mdan. Mana high-tech variantlari ham bor. Mana do'stlar, mana pastga e'tibor bersanglar, mana bu high-tech variantlar mana. High-tech variant. Xullas, high-tech variantda o'zi mana shu necha xil variant bor Elbek aka?
Bu yerda endi mana sanaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, почти 20 xildan oshiq. 20 xildan oshiq high-tech. Rasvetkasi. Klassikalar. Klassikalar mana 1, 2, 1 5-6 xil klassika. 5-6 xil klassika. Eski usulda ham bormi? Misol uchun yosh kattaroq hojona, hojotalar xohlaydiganlar. Hoji otalar xohlaydiganlar mana bunaqa ko'p, mana bunaqa qizil, mana bunaqalar. Xullas, xohlagan joyga do'stlar qiziqib ko'ring. Keyin keling Elbekka bir qisqacha bir do'kondan bir ko'rsatib o'taylik, qancha vibr borligini. Shu haqida bir ma'lumot bering. Elbekka qayerda gilamlari? bizda faqat Samarqandniki hammasi mana. Aha. Xohlasanglar mana gilamlar kelgan mana bunaqa. Dahshat udarlar. Buni bitta ko'rsataylik, qani xalq bir mazza qilsin. Mazza qilib keling. Mana bunaqa. To'xtang, ha. Mana bunaqa 3x3 dumaloq, 3ga to'rlari bor. Bemalol kelib, savdolashib, xarid qilishlar mumkin. Narxlarni chiroyli narx qilib beramiz. Do'stlar, mana bu yoqda to'r burchaklari bor mana. Mana daroshkalar ham bor, mana daroshkalar hammasini narxlarini tushirib qo'yganmiz, bemalol kelib xarid qilishlar mumkin. Asosan bu safar urg'uni ko'proq daroshkaga berganmisiz? Anchadan beri daroshka qo'ymagandik, bu gal ko'proq daroshka qo'ydik. Shu ushagan daroshkamni skidka olib ketaman shunda. Yo, mana hozir aynan ko'rsatgan bu mana shular, mana shular. Shunaqa narx. Bundan boshqa narx tushirib bermaymiz. Keyin mana bu yerdan mana bular ham qo'yilgan. Bularni kelishilgan narxda chiroyli почти o'zini pulidan ham arzon qilib qo'yilgan. Keyin bu yerda mana gilamlar qarang, mana gilamlarni. Keyin ko'rsating-da. Mana. Qarang, guli har xil. Mana qalin gilamlar. Mana shu gilamlar ham skidkaga qo'yilgan. Mana shu gilamlar 4,5 million sotilgan, skidkada 3 milliondan qo'yib qo'yganmiz. Mana shu narsalarni ham, daroshkalarni ham viloyatdagilar. Agar sizlar kelishing imkoniyati bo'lmasa, mana nima qilib, atmetka qilib, mana shundan mana shuncha deb pulini klik qilib olsanglar, taksidan chiqarib yuboramiz. Mana ular qarang. Mana bu daroshkalar. Siz mana bu daroshkalarga e'tibor bering. Mana poliester daroshkalar mana shular 120 taliklar 100 ming so'mdan. Zavodda o'zi 100 mingdan bermaydi mana shuni, javob beraman. Qarang. Metri 100 ming so'mdan. Bular poliester, ha? Poliester. Poliester gilamlar mana qaranglar. Mana o'sha gilamchilarni o'zi ham ko'rib turgandir. Mana shularni ham 100 mingdan bermaydi. Mana buni ham qalinligini qarang. Mana qarang mana fasoni. Fasonlarni ko'rsataylik mana. Udar ekan fasoni. Keyin mana bu tomonda mana bu fasonlarni ko'rsataymiz. Aka, bularni bemalol metrga qancha chiqadi mana shu rulonni o'zida? Bu yerda endi har xil, o'lchab qo'yilmagan-ku, keladi, o'ziga kerakli metrda oladi. Mana buni qarang. Tovlanar ekan, bu ikki tomonlama. Bir tarafi yozsangiz qarang. Mana shu tomon ikki xil ko'rsatadi, to'g'rimi Elbek aka? Endi hamma gilam bitta bu emas, hamma gilam bir tarafdan och, bir tarafdan to'q turadi. Mana. Xullas nima deymiz? Vibr juda ham ko'p. Bu tomonga ko'rsangiz mana, bu yoqda ham to'la nimalar, mana daroshkalar. Mana bu vibrlar ko'rsating mana. Mana vibrlar qarang, mana. Ko'rishingiz mumkin. Xullas keladigan joyi, oladigan joyi Elbek aka. Mana bu yoqda qarang qancha vibr bor. Xullas do'kon katta, bemalol kelaverasizlar, manzil tushuntirib o'tdik. Shu olish faqat naqd orasi olami yo через uzum, puzum, nimadir, nasiya, pasiya? Yo'q, u nasiya savdo ham bor. Nasiya savdo kelsanglar tushuntiriladi. Nasiya savdodagi, lekin nasiya savdoga narxi o'zgaradi. Bunaqa narx berilmaydi. Chunki minus zararga qo'yilgan narsani nasiya savdoga berilmaydi. Shu do'stlar, hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tez orada sizlar bilan ko'rishamiz, charchamanglar.